Germaniyada o'zbek qizining Koreyada sarguzashtli ikkinchi kuniga xush kelibsiz. Ertalabdan derdimu soatni 10 qilib muhim ishlarni qilish uchun yo'lga chiqdim. Va tezda har doimgidek taksi zakaz qildim. Bilasiz, men ko'p taksida yuraman. Koreya ko'chalarini esa hali ham ko'zlarimga ishonmay to'xtamasdan qarab ketdim va tomosha qilib ketdim. Birinchi qiladigan ishim esa sim karta olish uchun KT kompaniyasiga borib, yangi koreyskiy nomer oldim. Va pochtaga yuboradigan bir ikkita narsalarım borligi sababli ularni jo'natish uchun pochtaga bordim. Kerakli ma'lumotlarni to'ldirib, korobkalarga solib, joylab, pul to'lab jo'natdim. Shuncha ishdan keyin esa qorni ochganidan Burger Kingga kirib, mazza qilib ovqatlandim. Mazali Burger Kingdan keyin tungi Koreyani aylandim. Ko'pchilik menga maslahat berishdi. Tungi Koreyani bir qiling, ko'ring, juda ham chiroyli bo'ladi deyishgandi va shu sababli tungi Koreyani ko'rish uchun mazza qilib tomosha qildim. Shunda qarasam, BTSdagi Vini rasmini ko'rib qoldim va darrov videoga oldim. Vaqt tez o'tganini bilmay qolganligim sababli tezda metroga tushib, hotelimga yo'l oldim. Germaniyada o'zbek qizining Koreyada sarguzashtli ikkinchi kuni shu bilan tugadi. Tschüss, annyeong.